İkinci bab, onlarning madaniyati. Birinchi, til. Onlarning tili Altay til sistemasi turk tillari guruhiga kirdi. Onlar padişahni Tangriqut, Xudo bergan baxt deb atashgan. Tianshan tig'i aslida Tangri tig'i deb ataladi. Qadimki Jungo tarixchilari Tangri tig'ini Hanzuchaga tarjima qilib Tianshan deb yozishgan. Keyingi chog'dagi Yevropa olimlari Tianshan so'zini Tianshan deb yozishgan. Hozirgi odatda Tangri tig'ini Tianshan deb atsaqmi, uning cho'qqisi qadimki chog'dagi ayni nomi bo'yicha hozirmi Xon Tangri cho'qqisi deyiladi. Qut so'zi haqida gap ochganda Uyg'urlar hozirmi qutlug' bo'lsin, qutatsin deyishidi. Hatto o'zlariga qutlug' deb ism qo'yishidi. Mana bu misol qut so'zining hozirmi iste'moldan qolmaganligini ko'rsatadi. Tarixiy xotirlar onlar haqida qissa babidagi ma'lumotlarga asoslanganda milodidan 5 asr burun onlar bilan Tunguslar orasida oraliqi 1000 yo'l, ya'ni 500 kilometr keladigan joy bo'sh qoldirilgan. Mana shu bo'sh qoldirilgan joyda onlarmi, Tunguslarmi charo mollarini boqmaydi. Bu joyni O'ttira deb atagan. Bu O'ttira amaliyotda ikki davlat orasidagi chegara edi. Qadimki Jungo tarixchilari uncha, ya'ni turkcha O'ttira, ya'ni bitirab joy, chegara ma'nosida so'zni Xanzu yoziqi bilan O'tu deb yozishgan. Jungoning qadimki tarixchilaridan Pang Xuanling, ya'ni Jin yilnomisida 2 misra 10 qo'shiqini Xanzu yoziqi bilan ayni ohangi, ya'ni 10 ohangi bo'yicha yozib qoldirgan. Qo'shoq mundaq. Fransuz olimi Fillon bu qo'shoqning huncha, ya'ni qadimki turkcha o'qilishi ustida izlanib, oxiri muvaffaqiyat qozongan. Qo'shoqning hozirgi uyg'urcha tarjimasi mundaq. Qo'shin chiqdi yo'lga, fugu tushdi qo'lga. Milodining 90-yillari turk sabablarga ko'ra, onlarning bir qismi g'arbga qarab ko'chib ketgandan keyin Urxun va Selinga vodilarida qolganlar asosan sharqiy uyg'urlar edi. Mana shu sharqiy uyg'urlarni Jungoning qadimki tarixchilari, ya'ni Turalar va Igiz Harvoliqlar, ya'ni Igiz chaqliq harolarda yurganligi uchun deb yozishgan. Tarixchi Vishu, ya'ni milodiy 6-asrda yashagan, mundaq deb yozgan edi. Ya'ni Igiz Harvoliqlarning tili onlarning tiliga o'xshash bo'lib, ba'zida ozroq farq bor edi. Bu yerdagi ozroq farq mahalliy so'zlarni ko'rsatsa kerak. Milodining 90-yillari onlarning bir qismi g'arbga qarab ko'chgan mezgilida g'arbga ketayotgan onlarning bir qismi Kuchaning shimolidagi Ko'nas, Tekas yayloqlarida qolib qolgan. Mana shu hunlar, ya'ni 200 ming kishi milodiy 1-asrning oxirida, ya'ni Zabindilar davlatini qurgan. Tarixchi Lian Shu, ya'ni 8-asrda yashagan. Ya'ni Zabindilarning urf-odatlari, tili Igiz Harvoliqlar, ya'ni sharqiy uyg'urlar bilan o'xshash edi deb yozadi. Tarixda Igiz Harvoliqlar deb atalganlar qadimki chog'dagi sharqiy uyg'urlarning, ya'ni Bayko'l, Urxun, Tug'la daryolarining bo'yida yashagan uyg'urlar dal o'zi edi. Qadimki chog'larda sharqiy uyg'urlar Mong'oliyaning alohida bo'lgan jo'g'rafiya sharoitini, ya'ni yayloq, dala, cho'l, qum hisobga elib, o'z hayotida egiz chaqliq hayvonlarni ishlatgan. Shuning uchun qadimki tarixchilarning ba'zilari ularni egiz harvoliq turalar deb yozishgan. Afsuski, yaqinqi yillardan buyon Uyg'ur tarixini tadqiq qilishga havas qilayotganlarning ba'zilari tarixni nihoyatda o'zila tadqiq qilib, egiz harvoliqlarni qongliliklar yoki qonlilar deb atashmoqda. Bundaq tadqiqotchilar tarix ilmiga samimiyat, kamtarlik, ehtiyotchanlik bilan mas'ullik pozitsiyasida turib, tarixni cho'nqur, atrofliq o'rganishi lozim. Yevropa olimlarimi ularning qadimki turk tilida, ya'ni qadimki uyg'ur tilida so'zlashganligini olg'a surdi. Bundaq olimlar qatoriga fransuz olimi Remusat, Kilafort, Nikta, Liugrammatik Georgi, ya'ni bular Fransiya tarixchilari larmi kirdi. Ularning ba'zilari hunlar,
Türklərning ata bovusi deyishsa, ba'zilari Vengerlar haqidagi xotirlarga asoslanib turib, Vengerlar tilidagi Uyg'ur so'ziga munosabatli ismlarni misol keltirib, onlarning qadimgi Uyg'ur tilida so'zlashganligini isbotlaydi. Masalan, Unig'ur, Utig'ur, Sarig'urga o'xshash. Yuqorqi bir qator faktlar onlarning tili qadimgi Uyg'ur tili ekanligini to'liq isbotlaydi. Ikkinchi, yeziq. Yaqinqi chaqlargacha Sharq va G'arb olimlari orasida onlarning yeziq masalasi haqida bir-biriga o'xshamaydigan har xil qarashlar hukm surdi. Bunda qarashlarni asosan 3 xilga ayirish mumkin. Birinchi, ba'zi tarixchilar onlarning yeziqi yo'q edi, tili bilanla cheklanadi degan fikrni olib surdi. Ikkinchi, ba'zi tarixchilar onlar Xanzu yeziqini qo'llangan bo'lishi mumkin deyishidi. Üçüncü, ba'zi tarixchilar onlar o'zlari ijod qilgan yeziqni qo'llangan yoki boshqa ilg'or millatlarning yeziqini qabul qilgan. Yig'ib aytganda, onlar yeziq qo'llangan deyishidi. Tarixiy taraqqiyot bosqichlarining o'rtaq xususiyatga ega qonuniyati va Jungoning qadimki yilnomalaridagi paketlar yaqinqi yillarda tepilgan yozma yodikorliklarga asoslanib, onlar milodidan 5 asr burunla Yansay Urxun yeziqini qo'llangan deb qat'iy hukm qilish asosga egamiz. Shundaq ekan, u chaqda birinchi va ikkinchi xil qarashlarni uzil-kesil rad qilish lozim. Amdi faktlarga nazar salayli. Birinchi, madaniyat bo'lsa jamiyat taraqqiyotiga agishib taraqqiy qiladi. Onlar milodidan bir necha asr burunla feodallik jamiyatga qadam qo'ygan. Ular shu chaqlardan boshlabla tömür, mis, oltin qatorliq qora va rangli metallardan harbiy qurol, san'at buyumlari qatorliq turli narsalarni yasashda xeyli yuqori saviyaga ko'tarilgan. Tömür qurollarining yasalishi, ya'ni ishlab chiqarish qurollarimi buning ichida. Ishlab chiqarish kuchlarining saviyasini yuqori ko'targan. Bundaq taraqqiyot bosqichida allaqachonla yeziq qo'llangan. Fe ingliz bundaq deb yozadi. Ya'ni tömür rodisini eritishdan tartib harflik yeziqning kashf qilinishi va uning yeziqlar uchun ishlatilishi orqali madaniyatga o'tadi. Tarixiy taraqqiyot qonuni bo'yicha aytganda, milodidan necha asr burun metal eritib, ya'ni mis, tömür, oltin, turli qurollar va saymonlar yasashda alohida yuqori saviyaga yetgan. Qudratlik, ulug' Hun tangriqutligini qurib, davlatning tashkiliy tuzumini texmo mukammallashtirib, moddiy va ma'naviy madaniyatning xilma-xil turlarini yaratgan onlarning yeziq qo'llanmasligi tarixiy taraqqiyot qonuniyatigimi, aqlgimi zodi sig'misi kerak. Ikkinchi, onlarning yeziq qo'llanganligini isbotlaydigan tarixiy faktlarmi oz emas. Batur Tangriqutning milodidan 192 yil burun Xan ayol podshohi Liu Xuga, milodidan 176 yil burun Xan podshohi Vindaga yozgan maktublari, Kuyuk Tangriqutning milodidan 162 yil burun Xan podshohi Vindaga yozgan maktubi. Bularning hammasi dalil bo'lalaydi. Maktublarning birisida Kuyuk Tangriqut Xan Vudaga mundaq deb yozgan: Ko'k tangri bilan yer tangrisi tarafidan hayot berilgan. Kun tangri bilan oy tangrisi tarafidan taxtga chiqarilgan ulug' Hun Tangriquti Xan podshohining salomatligini ehtirom bilan so'raydi. Qamandiniga e'tiqod qiladigan onlar osmonga, yerga, kunga, oyga e'tiqod qiladigan odatga ega edi. Shunga ularning yozgan maktublari qamandinining nihoyatda kuchli ta'sirga uchraganligidan tashqari badiiy jihatdimi obrazli xususiyatga ega edi. Üçüncü, onlar milodidan burunla o'z davlatining harbiy va ma'muriy xaritalarini sizgan va uni qo'llangan. Milodidan 36 yil burun Qut'ush Tangriqut, ya'ni 36 yillardan 56 yillar o'ltirilganida xo'shalligini basolmay qolgan Xan podshohi Yandi, ya'ni 33 yillardan 48 yillar vazirlarga bergan ziyofatida Qut'ush Tangriqut hayot chig'ida ishlatgan xaritasini o'z amaldorlariga ko'rsatgan ekan. Mana shu xaritaga onlar territoriyasidagi tog'lar va daryolar tushirilgan. Shu xarita Qut'ush Tangriqutning siyosiy,
harbiy ishlarni o'rinlashtiradigan xaritasi bo'lishi mumkin. Milodining 48-yili onlarning Batis Beyxoni Xan podshohi Guangwudaga Guxing atliq Xanzu orqali onlar davlatining xaritasini maxfiy holda avatib bergan. Mana bu xaritaning Qut'ush Tangriqutning xaritasi bilan o'xshash xarita bo'lishi tabiiy. Onlar siyosiy va harbiy ishlarini o'rinlashtirishda xaritalarni sizib, uni qo'llangan ekan. Onlarning u chaqdagi xaritalardagi shartlik belgilarini yiziq orqali izohlaganligida shak yo'q. 4. Milodining 250-yillari Jungo podshohi, ya'ni bu mezgil 3 davlat mezgili edi. Kambodjaga vakillar o'mik avatgan. Vakillar o'mikidagi Kangtay atliq odam davlatga qaytib kelganida, ya'ni Kambodjaliklarning yeziqi onlarning yeziqiga o'xshaydi ekan degan. Shu chaqlarda Kambodjaliklar hindi yeziqini qo'llangan edi. Elchi Kangtay Kambodjaliklar qo'llangan hindi sanskrit yeziqi yoki kurushti yeziq bilan qadimgi chaqlarda onlar qo'llangan Yansay urxun yeziqining farqini toza ayıray olmay shundoq degan bo'lishi mumkin. Eng muhimi, onlarning yeziqi borligini 3-asrda yashagan Xanzularmı biladi ekan. Yuqorida keltirilgan tarixiy yozma faktlar, ya'ni onlarning yozgan maktublari, on xaritalari, Kangtayning bergan ma'lumotlari, onlarning yeziqi borligini isbotlashga yarasimi, lekin onlarning zodi qanday yeziq qo'llanganligi haqida bir narsa deyish qiyin edi. Mana shu eng qiyin, eng jiddiy hal qilg'ish masala hozir uzil kesil hal bo'ldi. Pakti tövendikicha. 5. Keyingi yillarda Ruslar Qozog'iston Jumhuriyatining Almatadan 50 kilometr jiroqlikdagi Issiqko'l atrofida bir qo'rg'on xarobasini qazdi. Bu qizish ishlarida arxeologiya tarixiga, ya'ni oltin kiyimlik odam deb yozilgan va yosh o'lib ketgan bir turk podshosining mazori tepildi. Podshohning yana tepilgan kumush tovoqda ko'kturk ilibbasining dastlabki shakli deb hisoblangan va turkcha ekanligi olg'a surilgan iboralar bor. Bu tepilma milodidan 5 asr burungi tarixga mansub bo'lib, turk madaniyatining qadimiyligini texmo ilgari surdi. Bu ahvol qadimki turk madaniyati ustida elib berilgan eng ulug' kashfiyotlarning biri hisoblanadi. Mana bu hunlarning qo'llangan yeziqi Yansay urxun yeziqi, ya'ni ko'kturk yeziqi ekanligini isbotlashda rad qilg'ili bo'lmaydigan fakt. Onlar tarafidan bo'ysundirilgan va onlarga qarindosh bo'lgan turklarning yeziqini onlarning qabul qilib, uni qo'llanmasligi zodi mumkin bo'lmaydigan ish emas. Qitallar davlati, ya'ni 916-yillardan 1211-yillar Ulug' Mo'ng'ul imperiyasi, 1209-yillardan 1368-yillar qadimki Uyg'ur yeziqini qabul qilib, uni davlat yeziqi sifatida qo'llangan emasmi? Tibetlarmi Mo'ng'ullar orqali qadimki Uyg'ur yeziqini qabul qilib, toki hozirgacha qo'llanib kelmoqda. Ba'zilarining urxun bo'ylaridan tepilgan ko'kturk mangu toshlari va Uyg'ur xonligiga doir mangu toshlarga asoslanib, Uyg'urlarning yozma adabiyoti 7-asrdan boshlanadi. Uyg'urlar 7-asrdan boshlab yeziqqa ega bo'lgan deyishlari amdi obyektiv tarixiy faktlarga yarasha rad qilinish kerak. Xulos qilib aytganda, onlar milodidan bir necha asr burunla Yansay urxun yeziqini qo'llangan. 3. Adabiyot. Hozirgacha hunlar adabiyotining yozma yodikorligi tepilmagan bo'lsa-mu, onlar tarafidan to'qilgan qo'shoqlar saqlanib qolgan. Masalan, ayrilib qolganda tilan tig'idan, avmas bo'p qoldi chorva malimiz. Ayrilib qolganda olchi tig'idan, mo'nglinib sarg'aydi qiz ayollarimiz. Bu qo'shoqning kelib chiqishi va uning mazmuni haqida ancha-muncha tushuncha berishga bo'ladi. Başta to'xtalib o'tganimizdek, Xan sulolasi onlarga taqobil turish uchun iqtisodiy, harbiy va boshqa jihatlardan uzun muddat puxta tayyorlik ko'rgan. Xan Vuda podshohlik qilgan chig'ida, ya'ni 87-yillardan 140-yillar, onlarga qarshi uzunga so'zilgan qonliq urushlar yuz bergan. Bundaq urushlarning biri milodidan 121 yil burun bo'lgan. Shu urushda
Sanğun Xochubing başçılığındaki bir neçə yüz ming otliq piyodadan tarkib topgan Xan qo'shinlari onlarni ikki qatim Gansuning shimoliga qo'g'lab berib, Xeshi koridorini tortib olgan. Gansudagi Tilav, ya'ni Cheninshan, Olchi tig'i, ya'ni Ganjishan, Buk Baraqsan, orchi qarg'aylar qaplab turgan, yop-yeshil o'tlar yelpinib turadigan qishda illiq, yozda salqin, chorvalikqa noiti bob, yayloqlari uzundan uzunga so'zilib ketgan tog'lar edi. Onlar mana shu go'zal yayloqlardan ayrilib qolganligiga beg'ishlab, yuqoridagi qo'shoqni to'qigan. Qo'shoqda onlar hayotida nihoyat muhim o'rinda turadigan chorvachilik bilan real hayotning xususiyatlari birlashtirilgan. Qo'shoqda olchi tig'i bilan mo'linib sarg'aydi qiz ayollarimiz degan qurlarning bog'ilnib tasvirlashi nihoyat cho'nqur ma'niga ega. Chunki onlarning xotin qizlari rangi suzuk, qizilga moyil bir turli guldan upi yasab, chiroyini go'zallashtirish uchun yuziga surkishatdi. Onlar mana shu upini olchi, ya'ni qizilchi upisi deb atishatdi. Shuningdek, Hun Tangri qutining rasmiy bekasi, ya'ni xonishi, olchi deb atiladi. Hozirgi zamon tilshunoslarining isbotlashicha, hozirgi rus tilidagi, ya'ni oli, ya'ni qizil so'zi Hun, ya'ni turklarining, ya'ni olchi so'zidan kelib chiqqan ekan. Onlar olchi tig'idan ayrilib qolganligini Hun xotin qizlarining go'yo upa anglikdan ayrilib qolganligiga o'xshatib, buningdan keyin xotin qizlarimizning chiroyi go'zal olchi bo'lolmaydigan bo'lib qoldi deb hasratlangan. 4. Muzika. Milodining 89-yili Xan sulolasining sanğunlaridan biri Dushan g'arbiy hunlar, ya'ni shimoliy hunlar bilan urushgan chig'ida ularning o'rdidan chiqayotgan nay ovozini anglagan. Milodining 200-yili mashhur adib Xattat Sayyungning qizi Sayvunji sharqiy hunlar, ya'ni janubiy hunlar tarafidan bulab ketilgan. U sharqiy hunlarning so'lqul bilik xoniga yotliq qilingan bo'lib, ularda 20 yil turgan. Milodining 220-yili Savsav tarafidan qaytarib kelingan. U hunlar neyiga 18 g'azal degan she'riy asarda kech kirgandan tortib tong atqanga qadar daqi-dumbaqning ovozi yangrab turdi degan. Mana shu yuqorida keltirilgan faktlarga qaraganda onlarda nay, dumbaq, nag'ri qatorliq muzika, ya'ni soz asboblari bo'lgan. Bu haqdagi ma'lumot milodining 1-asrida berilgan bo'lsa-mu, onlarning milodidan bir necha asr burunla muzikallari bo'lganligiga gumonlanmasaqmi bo'ladi. 5. San'at. Onlarda san'atning xilma-xil turlari, ya'ni rassomlik, naqqoshlik, haykalchiliklik alohida taraqqiy qilgan. 1. Rassomlik. Noyan tog'laridagi qadimki Hun xonlarining qabrlaridan tepilgan madaniy yodikorliklar ichida ularning rassomlik san'atidan guvohlik beradigan faktlar xeyli ko'p. Qochilar qizil, qora sirlar bilan sirlangan. Qochilarning birida qora sirning ustiga kaynini maymun taraqqiy qilib turgan bir shirning surati qizil rang bilan sizilgan. Yog'ochdan yasalgan tavutlarning sirti qora sir bilan sirlangan bo'lib, uning ustiga qizil, seriq, yeshil, nashrangdan iborat 4 xil rang bilan go'zal rasmlar sizilgan. Bular ichida bir turnining bulut ichida parvoz qilib ketayotganligi tasvirlangan. 2. Naqqoshlik. Onlar misqa, so'ngakka odamlarning, hayvonlarning xilma-xil holatlarini tasvirlaydigan qiyofatlarni nafis qilib naqshlab, ya'ni uyub, tushirishga usta edi. Ular qoshdishidanmi chiroyli san'at buyumlarini yasagan. Noyan tog'laridagi qadimki Hun xonlarining qabrlaridan chiqqan madaniy yodikorliklar ichida yoqut at, qoshdishi taqalgan kamarlar bor. Mana shu kamarga taqalgan qoshtishiga bir-biriga qarab usul o'ynab turgan bir jup ajdirha naqsh qilib tushirilgan. 3. Haykaltarashlik. Onlar Qaman aqidasiga ko'ra o'zlari cho'qinadigan tangrilarning butlarini, haykalini oltindan, yog'ochdan yasagan. Masalan, milodidan 121 yil burun Xan sanğuni Xochubing
Gansuda onlarni mag'lub qilgan vaqtida g'animat olgan oltin butni asga elish shuningga misol bo'ladi. On qabrlaridan xeyli ko'p yog'och butlarmi chiqqan. 6. Binokorlik. 1928-yilidan 1929-yillari Sovet arxeologiya olimlaridan Sosnovskiy, 1955-yillardan 1956-yillari Oklatnikov tarafidan elib berilgan arxeologiyalik qazishlar natijasida Selenga daryosining bo'yidan ularning bir shahar xarobasi topilgan. Bu xarobaning o'rni hozirgi Boryat avtonom oblastining poytaxti Ulan Öde shahrining g'arbiy janubidan 16 kilometr yiroqlikdagi Selenga daryosining bo'yiga joylashgan. Shaharning 4 atrofi sepil bilan o'rilgan. Sepil bo'ylab ketgan cho'nqur xandaqmi bor. Shaharning g'arbiy tarafidagi sepilning uzunligi 348 metr keladi. Sharq tarafidagi sepilni Selenga daryosining suvi yalab vayron qilib etgan. Shaharning shakli 4 chasi bo'lib, uningdan topilgan uylarni ikki xilga ayirish mumkin. Birinchi xildagi uylar odatdagi uylar bo'lib, har birining egilgan o'rni 20 kvadrat metr keladi. Uylarning uliga toshdan 2 qavat ul qo'yilgan. Ul ustiga nihoyat nurg'un yog'och to'riklar o'rnatilgan. To'riklarning orasi loy, to'pi bilan to'ldirib, qangdalgan. Ularning ishki janub tarafga qo'yilgan. Arxeologlar bu uylarda oddiy kishilar hayot kechirgan deb tonishgan. Ikkinchi xildagi uylarning ko'lami birinchi xildagi uylarga qaraganda cho'ng bo'lib, yasalishimi bir qadar siliq. Bundaq uylarda 10 oqso'ngaklar yashagan. Bu xil uylar 4 chasi bo'lib, ishki janub tarafga qo'yilgan. Bu uylarning odatdagi uylardan farqlanadigan aloyidligi shuki, bundaq uylarni qishda isitish uchun qongdan foydalangan. Bu shahardan sapaldan yasalgan nihoyat nurg'un saymonlar chiqqan. Bu sapal saymonlarning shakli cho'ng kichikligi har xil bo'lib, chekilgan gullarimo bir-biriga o'xshamaydi. Sapal saymonlar qo'l va choq bilan yasalatdi. Shahardan sapal saymonlarni yasaydigan choqlarmi chiqqan. Tashqi Mong'oliyadagi Qo'rlon daryosining o'ng qirg'iqidan onlarning bir shahar xarobasi topilgan. Xarobaning janub va shimol tarafining uzunligi, ya'ni har bir tarafining 767 metr bo'lib, sharq va g'arb tarafining uzunligi, ya'ni har bir tarafining 360 metr keladi. Shahar sepilining hozirgi saqlanib qolgan xarobasining qalinligi 3,7 metr, egizligi 0,7 metr keladi. Shaharning markazida nihoyat cho'ng bir qurilish bo'lib, u Guadubu deb ataladi ekan. Ehtimol bu qurilish hunlarning ibodatxonasi bo'lsa kerak. Bu shaharning xarobasidan nihoyat nurg'un madaniy yodgorliklar chiqqan. 1925-yili Sovet arxeologi Vladimiro Qo'rlon daryosining Dirjin irmoqining so'l qirg'iqidan yerlik xalqlar, ya'ni Xosar, ya'ni Hazar deb ataladigan bir shaharni topgan. Vladimiro bu shaharni, ya'ni harbiy qo'rg'on xarobasi deb tonigan. Shahar sepilining kengligi 10 dan 15 metr, egizligi 30 dan 50 santimetr, ya'ni hozir saqlanib qolgan egizligi keladi. Sepil atrofidagi xandaqning kengligi 3 dan 6 metr, cho'nqurligi 30 dan 70 santimetr keladi. Shahar ichida ko'lami har xil bo'lgan qurilishlar bor. 10 shahrining xarobalardagi uylarning usti sapal qishlar bilan yepilgan. Milodidan 119 yil burun Xan Song'uni Veyching onlarga hujum qilib, Tashqi Mong'oliyadagi Xangay tog'larining janubiy tizmasidagi Jovshin shahri deb ataladigan 10 shahriga besib kirgan. Bu yerdagi ochliq sanglarini ko'ydirgan. Yuqoridagi bir qator paketlarga qaraganda, onlarda binokorlikmi alohida taraqqiy qilgan. 7. Tibobatchilik. Xan Vuda milodidan 100 yil burun Suu boshlig'ida 100 kishidan tarkib topgan cho'ng bir elchilar umikini onlarga avatadi. Suu onlar davlatiga yetib kelganida 10 tangri quti qutg'u Suuni yaxshi qarshi olmaydi. Ashu chaqda burun onlarga elchi bo'lib kelganida o'z davlatiga qaytarilmagan
Вучаң қатарлық хан әмілдарлары сабық Қуни хан, яғни миладыдан 121 ел бұрын хан сұлалысыға тәслім болған он ханиның сыңлысының оғлы Ғуан білән тіл біріктіріп, юшырын суйқаст uyuşturышқа кірішіді. Суйқастчылар Таңрықұтның ақыллық вәзірі Вейлуйні өлтіріп, Таңрықұтның анысыны бұлап, хан сұлалысыға қечішіні планлайды. Суйқастчылардан Вучаң Суuның орын басары Жаңшинға, яғни оның білән көні тұнышкен, суйқастыны ұқтырып, оның мәслихәтіні алыды. Жаңшин суйқастчыларыны қоллап, Вучаңға мәдәт берді. Суйқастчылар бір нәче айдың кейін Құтығы Таңрықұтның оғы шығып кеткен пұрыстыдың пайдалынып, 70-тен артық адамны тәйярлап, әрекетіні башламақчы болуды. Дәл шу пәйтті оларының ішіден бір кіші кечісі қечіп шығып, suiqasdni Tangriqutning o'g'illariga ma'lum qiladi. Tangriqutning o'g'illari ahvoldan xabar topgan hamon qo'shin tortib kelib, G'uan boshchiligidagi suiqasdchilarni qirib tashlaydi. Ulardan Wuchangla tirik qo'lga tushidi. Jangshin o'zi qo'llab madad bergan suiqasdchisining ma'lum bo'lganligini anglab qo'rqib ketadi. Ahvolni Suuga ma'lum qiladi. Öz o'rin basari Jangshin qo'llagan suiqasdchisining jinoiy javobgarligidan qo'rqqan Suu o'zini o'ldirib olmoqchi bo'ladi. Suiqasddan xabar topgan Qutugu Tangriqut xan elchisini o'ldirib tashlamoqchi bo'ladi. Lekin Tangriqutning vaziri Ilqisay xan elchisini o'ldirgandan ko'ra ularni taslim qildirish foydaliq deb maslahat beradi. Tangriqut Veyluyni avatib Suuni taslim qildirmoqchi bo'ladi. Suu taslim bo'lmaydi va o'zini o'ldirib oladi. Shu chaqda Veyluy Qaman teviblarini chaqirtib kelib, Suuni o'limdan qutqizishga harakat qiladi. Qaman teviblari darhol yerni ko'lab bir o'ri qazib, o't qalab, o'rining tegini isitadi. Ondan issiqlik chiqib turgan o'rining og'ziga Suuni yotqizib, Qaman tevib uning mo'risiga dastlab qon chiqaradi. Aslida Suuning nafsi to'xtab qolgan bo'lsa-mu, yarim kundan keyin Suu hushiga keladi. Buningga qaraganda, ularning Qaman teviblarining jiddiy kasallarni qutqizib elish va tig' tegib yarda bo'lgan odamlarni saqaytishga tashqi operatsiya ishlari qo'lidan keladi ekan. Suu o'limdan qutulgandan keyinmi taslim bo'lishga unamagan. Buningdan ochiqlagan Hun Tangriquti uni Bayko'l, ya'ni Bayqal bo'yiga surgun qilgan. Suu kunlarning birida o'z yurtimga qachon qaytib ketaman deb so'rganida Tangriqut qo'chqar tuqqan chig'ida qaytib ketsan deb haqoratlagan. Suu Qutugu, ya'ni 96-yillardan 101-yillar, G'uluqu 85-yillardan 96-yillar, G'oyandi 68-yillardan 85-yillar qatorliq 3 Tangriqutning xo'rlashlariga bardoshlik berib, milodidan 81 yil burun o'z vataniga qaytib ketgan. Xanjavdi, ya'ni 74-yillardan 86-yillar, milodidan 81 yil burun Hunlar bilan bo'lgan qudlashishni asli keltirgan. Ikki davlat orasidagi munosabat yaxshilanishga boshlagan. Xanjavdi elchi orqali Hunlardan Suuni qaytirib berishni talab qilganida, G'oyandi Tangriqut, ya'ni 68-yillardan 85-yillar Suu o'lgan deb javob qaytargan. Lekin burun Hunlarda qoldirilib, o'z davlatiga avatilmagan Chanxuy otliq amaldor kechisi o'g'irliqcha xan elchisi bilan uchrashib, uningga aql ko'rsatgan. Shu aql bo'yicha Tangriqutga mundoq degan: Suu o'lmagan. Podshohimiz kunlarning birida ov qilib, bir turnini qo'lga tushirgan. Turnining putiga yipak raxtga yozilgan xat bog'langan ekan. Xatda Suu o'zining ma'lum bir ko'lning bo'yida borligini aytgan. Mana shundaq tadbir orqali qutqizilgan Suu milodidan 81 yil burun o'z vataniga qaytib kelgan. Yuqorida keltirilgan paket Hunlarda tibobatchilikning xeyli yuqori saviyaga yetganligini isbotlaydi. 8. Din. Hunlar Qaman diniga e'tiqod qiladi. Qaman dini ko'p xudolik dinlarning biri bo'lib, Hunlarda osmonga, yerga, kunga, oyga, yulduzlarga cho'qinish odati bor edi. Bundaq odat Hunlar hayotidagi siyosiy,
harbiy ishlargacha singib ketgan. 10 tangir qutlari chidirlarini tikkanida eshikni kun chiqish tarafga qaratib ochatdi. 10 tangir qutlari tong saharda kunga qarab cho'qinatdi. Kechasi oyga cho'qinatdi. Onlar nihoyat jiddiy muhim ishlarni qilishda yulduz va oyga qarab bir taraf qilatdi. Onlar ay to'lganda dushman ustiga besib berib hujum qilatdi. Ay tutilganda qo'shinlarni chekindirib ketadi. 10 tangir qutlari Xan podshohlari yozgan maktublarida ko'k tangri bilan yer tangri tarafidan hayot berilgan, kun tangri bilan ay tangri tarafidan taxtga chiqarilgan, ya'ni ulug' 10 tangri quti degan so'zlarni qo'llanatdi. Onlarning ko'k, yer, ay, kunga cho'qinishi butparastligini keltirib chiqargan. Yuqorqi bablarda tilga ilingan oltin but, yog'och butlar shuni isbotlaydi. Qaman aqidasi bo'yicha 4 turlik rang orqali sharq, janub, g'arb, shimoldan iborat 4 tarafni belgilaydi. Yoki 4 turlik rang shu 4 atrofning alomati edi. Masalan, birinchi ko'k rang sharq tarafni, ikkinchi qizil rang janub tarafni, uchinchi oq rang g'arb tarafni, to'rtinchi qora rang shimol tarafni ko'rsatdi. Qaman dinidagi e'tiqod keyingi kelib kishilarning ma'lum rangi bo'lgan amroqlikni keltirib chiqargan. Bu xildagi amroqlik turk xalqlarining chidirlari, bayroq, kiyim-kechaklari, at jabduqlarining rangida o'z ifodasini topgan. Milodidan 200 yil burun Batur Tangriqut, Xan Gavzu, ya'ni Liubang ne hozirgi Datong shahri yanida 7 kecha kunduz qo'rshovga olgan. Xan Gavzu boshliq bir necha yuz ming xan qo'shinlarining sharq tarafini ko'k otliq, g'arb tarafini oq bo'z otliq, shimol tarafini qora otliq, janub tarafini qizil to'riq otliqdan iborat 400 ming hun otliqlari qo'rshib olgan. Qaman e'tiqodiga ko'ra, osmondagi tangri farishtalar bilan yer yuzidagi odamlarning munosabat bog'lashi mumkin emas edi. Bundaq aloqani bog'lash vazifasini o'rindash uchun qamonlar paydo bo'lgan. Bundaq qamon, ya'ni shamanlar usul o'ynab osmondan tushayotgan pari qiz qiyofatida tasavvur qilinadi. Onlarning siyosiy, harbiy ishlarda qamonlarning ta'siri nihoyat kuchli edi. 9. Urf-odat. Onlarning to'y qoida yo'sullari o'zgacha edi. Odat bo'yicha bir urug'dan bo'lgan qiz o'z urug'ining o'g'illaridan biriga yotliq qilinmaydi. Bir urug'dan bo'lgan qiz boshqa urug'ning o'g'illari bilan to'y qilishadi. Buningdan boshqa tul qolgan o'gay onasiga o'gay o'g'il, tul qolgan yangisiga marhumning inisi o'ylanadigan odatmi bor edi. Bundaq odat avarlar turklardami bor edi. Onlar iskit, turk, Uyg'urlarda kishi o'lsa, chekisini tilib, qon chiqarib, faryod chekib yig'lash odati bor edi. Onlar milliy va diniy bayramlarni o'tkazadi. Bundaq bayramlarning biri bosh bahorda, yana biri kuz faslida bo'ladi. Bundaq bayramlarda onlar ota-bobolarga nazr chiroq qilishadi. Eng muhimi, kuz faslida o'tkaziladigan bayramida el bo'yicha xalqning nupusini, charo mollarining sonini hisoblab ko'radi. Bundaq bayramlar Urxun daryosining bir tarmog'i bo'lgan Tamir daryosining bo'yida o'tkaziladi. Onlar bosh kiyimlarga, ya'ni ayol, yovvoyi yirtqich qushlarning paylarini qadib oladi. Ular otning kukulisiga yirtqich qushlarning paylarini qadaydi. Bundaq odat hozir qozoq, qirg'iz qarindoshlarda saqlanib qolgan. Bu yerda shuni aytish lozimki, onlar madaniyati Yevropa va Osiyo xarakterini olgan madaniyat. U bozqir stilini asos qilib, Jungo, Yunoniston, Iran madaniyatining tarkiblaridan qo'shilib vujudga kelgan dunyoviy madaniyat. Noyan tog'laridagi qadimki Hun xonlarining qabrlaridan chiqqan madaniy yodgorliklar shuni isbotlaydi.